Dastlab soat 8. Xo'p, hammaga salomlar. Sizlar bilan men Glitsu. Xo'p. Men bugun o'zimizda bilmayman nimaga, lekin biror qiziq narsa voqealar bo'lar deb yoqdim. Pardon, men agrotimni o'raman. Xo'p. Kanikularda maza qilyapsizlarmi bolalar? Nima? Nima bu? Axronalar cho'ti. Tufli magazin ochildimiki, men eski bunda oziq-ovqatlar sotilardi, 4 sotilardi, 4 qilib. Bilmadim, yes, kelmay qo'ymami, oxirgi payt ishlamay qoldi. Yo'q, do'stlar, yangi joymi deyman. Xo'p, kiraylikchi. Yo'q. Assalomu alaykum, bu qanday joy? Bu mashinalar bozori. Mashinalar bozori? Yo'q, bu yerdagi mashina, mayda mashina bormi? Yo'q, bu yerdagi mashinalar sotilib ketdi. Shuning uchun bu yerda mashina yo'q. Yangini zakaz qilib qo'yamiz. Kelishini kutyapmiz. Ha, mayli. Yo'q, do'stlar, o'zimdagi mashina-ku bu. Yo'q, ichini qaranglar. Mazza mashinada, ayniqsa qishloqda bunaqa minish mazza bo'ladi, do'stlar. Xo'p, mayli unaqada, men hozir kelaman. Bo'ldi, kutib turamiz sizni. Nima olasiz? Ko'ramiz aka, pulimga qarab. Bo'ldi, nima desangiz shu mijoz. Xo'p. Unaqada men birinchi bo'lib agrotimni o'rib olay. Yo'q, bu juda ham yaxshi. Ya'ni bizaga mashinalar savdosi, ya'ni mashinalar bozori ketdi. Bu ham juda yaxshi degani, ya'ni biza ham mashinalar sotilishni boshladi. Xo'p, buni bu yerga qo'yib olay. Xo'p. Sekingina olib olamiz. Xo'p. Kanikularda maza qilyapsizlar, bolalar, maktab yo'q, hamma maza qilib dam olayotgan, ba'zilar ishlayotgan. Nimali? Xo'p, men hozir ana shu orzumdagi mashinani olmoqchiman. Xo'p. Bu yerga narsalarimni qo'yaman va oho, yaxshigina pulim bor ekan. Hammasini olaman. Hoppa, xo'p, buni bunday qo'ysam va aytgancha mening ham mashinam bor. Bularni bu yoqqa qo'yib turaman. Hop. Mana do'stlar, bu men itcham-ku axir. Bobik, mana do'stlar, bu kichkinagina mashina. Mayli, endi buni sekin olib olamiz, chunki unga aniq pulim yetmaydi. Bu pulni qo'shib turamiz. Xo'p, orqadan aylanib o'tamiz. Xo'p, bu yerga keldik. Yo'q, o'ynasidan odamlar ko'rinmasa ham mayli. Xo'p, bu yer tursin. Salom axronalar. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Xo'p, men ana u yerga mashinamni olib keldim. Xullas, shu mashinam bilan shu 6 stak pulimni olib, menga mana 6 stak emas, 5 stak $11 ekan. Mana bu mashinani bera olasizmi? Bu meni orzumdagi mashina edi. Boshqa odam ham keldi. Iltimos aka, bu meni orzumdagi. Bo'pti, kutib turay, mijoz boshqa narsa olmasin. Xo'p. Mayli, unaqada men hozir o'ylanib kelaychi, bo'ldi. Xo'p do'stlar, men buni olaymi yo'qmi o'ylanyapman. Chunki buni olgan bilan, bu men orzumdagi mashina. Balkim olsammikin, chunki bu orzumdagi mashina, olgim kelyapti juda ham. Mayli, iloji buni olaman. Mayli, yo'q, bular ketishdi nihoyat. Boboy, tezroq bo'lsangizchi. Boboy ham so'raganlar. Futbolkalar yo'q, lekin shuncha pullar bor ekan. Xo'p, tezroq bo'lsa yaxshi bo'lardi. Bu mashina meni orzumdagi mashina. O'tirib ko'rsam maylikin. Yurmasa, nima bu yurmayapti? Assalomu alaykum, hammalar ketishdimi? Ha, ketishdi. Xo'sh, siz nima olmoqchi edingiz? Qarang, mana tashqarida meni mashinam turibdi. Shu mashinaga qo'shib, mana shu pullarni olib qo'ysangiz, hozir beraman. Mana shu pullarni olib qo'ysangiz, mana bu mashinani olsam, nima dedingiz? Bu ham yaxshi mashina. Bilmadim, to'g'risini aytsam, lekin sizning mashinangiz oddiygina mashina ekan. Lekin siz buni meni orzumdagi mashina dedingiz.
Ha mayli, o'ylanib ko'raman. O'ylab tezroq bo'lsangiz yaxshi bo'lardi. Meni juda ham olgim kelyapti bu mashinani. Ha mayli, buni sizga beraman. Mana bu narsalaringizni olib qolaman. Aytgancha u sandiqdagi yo'qlarni olishni esingizdan chiqazmang. U bonus sifatida. Yo'q, rahmat. Xo'p. Buni kalitini qachon olaman? Keyinroq kelsangiz men o'zim kalitini beraman. Bo'ldi, xo'p. Mana bularni bersam sizga hozir men qaytib olaman, uzr. Xo'p, bu mashina namchida bu yerda. Ana. Bug bo'lib qoldi. Mayli, ozgina sam qolsin, xo'p. Yurib chiqib ketsam bo'larkan, Ha, menimcha bu hali kalit olinmagan, kalit o'zi turibdi. Mayli, unaqa men ana uyda turaman, ashitga olib borib bersangiz yaxshi bo'lardi. Mana bu pullarni olib qo'ying, mana. Eshitdingiz, ana uyga olib borib bersangiz yaxshi bo'lardi. Bo'ldi, nima desangiz shu mijoz, siz borib yotavering, biz o'zimiz olib borib beramiz. Bo'ldi, xo'p. Unaqada men tezroq borib o'tirib kutib turaman, ya'ni Minecraft o'ynab, Minecraft Bedwars o'ynab. Creeper Cola bu juda ham yaxshi. Creeper Cola men yoqtirgan ichimlik. Xo'p, unaqada sekin Bedwarsga kiramiz. Xo'p, Bedwarsni u yerda ham yutdim endi. Xo'p, mashinam kelib qolmadimikin? Mayli. Xo'p. Kimdir taqillatyapti. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Mashinam juda ham tez kelibdi-ku. Kalitini berasizmi? Rahmat, juda ham. Xo'p, xullas. Bu mashina juda ham tez bo'lsa kerak. Men buni minib ko'rishni xohlayman. Xo'p, yurmayapti. Kalitni tiqamiz va yurishni boshladi. Juda ham tez-ku bu. Meni mashinamdan 2-3 barobar tezroq. Bu juda ham tez mashina-ku va bu o'zida og'ir yuklar ham ko'tarib oladi. Bu 4 kishilik, meni mashinam esa 1 kishilik edi. Bu juda ham zo'r-ku. Men nihoyat orzumdagi mashinaga erishdim. Hammangizga xayr, sizlar bilan men Glitso bo'ldi. Menga xayr.